Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana bugun 2-may 4 ko'l Taxta bozor narxlarini tanishtirib chiqamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 2-may 25-yil 4 ko'l taxta yog'och narx-navolarini tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Bu taxtalarning baholarini, qalinliklarini, eni bo'ylarini bir qator aytib, bir xalqimizga bir tanishtirib, senalarni aytib bersak. Bu pol taxtamiz razmeri necha? 6 metrlik. Materiali sasna. Bu paketda kelgan sushilka o'xshaydi bang. Aha. Bahasi necha so'mdan? 90 so'm. Yozib beriladi. Kanalimizdan adını aytib kelsalar, skidki bor. Keyin bu polak aqış uchun bu. Bularimiz polak aqsam bo'ladi-ku buni. Qo'lan bo'ladi reyka. Reyka atsak ham bo'ladi. Buni bahasi razmeri Bu 12,5 6 metrlik. Materiali sasna. Bahasi 65 ming so'm. Qaytib kelishadigan yeri bor. Bu taxtamiz 15'e 2,5 5. Ha, düyülləri yox ekan, ha? Görsütü bərini. Birinci sort taxta. Zabunaçalar sınıqı, kəltəsi qalaverədi. Gəlişib, görüb, yüklətib bərədiniz. Keyin bu şifrlik material oxşayır, bəng. Razmeri 12'ye 4 aytılığı mı ya? 6 metre. Özü mü? Hakiki razmeri mi? 12'ye 4. 6 metr boyu materialı sasna. Aha. 95 ming so'm aytılığı. Bu 4 metrlik. 14. Boyu 4 metr ekan. Material ham buni sasna o'xshaydi. Bahasi bitadigan yeri kelishamiz. Bu ya qalinroq undan. 11'e 4 metrlik. Bular 68. 68 ming so'mdan. Şeyda bir yandan düşürün ha. Ha, bir yandan yine hakiki 15 ham bor ekan, ha. Yana 4 metrlik. Hakiki 15 materiali sasna. Ham 95 ming so'm aytılıb bahası qaytib kelishib beriladi. Reykalarimiz. Beder 2 tur reyka bor ekan, ha. Bu 4,5 2,5 Manglaylarının kaptallarını düşürüp her şeyler. Görseller. 4,5 Ne olsa yukarı ekan. 6 metre. Bular 27 ming so'm. Bular mı? Pastagi. Ha, pastagi 4'e 2,5. 27 ming so'mdan 6 metr boyu. Bu 5'e Bu 5'e 2,5 6 metre 29. 29 ming so'mdan. Bularni aytılığı 14. Hakiki razmeri 9'a 3,5. Bahası 80 ming so'm. Gelişip qaytadigan yeri bor. Bir yandan yine birden pol taxta 4 metrlik pol taxta var ekan. 100% kuru. Materiali sasna. Razmeri 15'e 2,5. 15'e 2,5 çisti ya aytılığı. Toshni razmer. Bunu 65 ming so'm qaytib. Ha, 65 aytılığı qaytib kelishadigan yeri bor. Yana bu çisti 13'e 5. 13'e 5 ekan bu yana. 4 metr materiali sasna. Qalın ekan yana. 110 ming so'm. Aytılığı bahası 110 ming so'm. Qaytib kelishib beradigan yeri bor. Bir yanda yana bu 15'e 4. 15'e 4 yine. Aytılığı ku bunu. Yok. Ya çisti mi? Çisti razmer. Çisti 15'e 4. Aha. 15'e 4. 160 ming so'm. Bu ne? 15'e 5. Nay. 170 ming so'mdan. Gelişib qaytib beradigan yeri bor. Bir yandan 12'ye 4 metrelik. ha, navesada polteyna saza navesaya doğru geladi bular. Yana aziz obunachilar, görüşünüz mümkün.
materiallarning hammasi yaxshi, birinchi vishi sort ko'rib kelishib olaver. 75 ming so'm baho aytilib turibdi. Qaytib kelishib beradigan yeri bor ekan. Siniqi, kaltasi, yomoni qolaveradi. Bemalol yana ko'rib olishingiz mumkin. Zavodning o'zini peshatlari ham bosilgan ekan bunga. Sushilkidagi kelgan paketga o'ralib 100% to'g'ri taxtalar bemalol kelib Bu 20'lik 20 lik pol taxtam bor ekan bu yerda. 4 metrlik. Ha, 4 metrmi bu? Hava 22. Chisti razmer. Yana bu yerda razmer 22 yarımlık 4 metrlik sushilki taxta ekan. Plyonkisinda kelgan zavod plyonkilarda 100% kuru taxtalar. Bahası 90 bin so'm. 90 ming so'm aytılib bahası. 6 metrlikmi? Ko'p odamlar ya pol taxta arzon deydi. Shuni hisobini arzonmi ya? Endi arzonroq yuradi. Endi aytılib hammasi 15 lik deb aytiladi-ku. Endi ko'p odam ya arzon bo'pti deb netiladi-da. Masalan, chisti 15 bilan 13 ning orasida pul o'ynaydi-ku, to'g'rimi? Buni bahasi necha so'mmi? 75 ming so'm. 15 lik necha so'm edi? 90 ming. Shunda 75 bo'lsa 15 ming so'm o'ynaydi, to'g'rimi? Shunda yana chisti 15 lik bilan 13 likning orasida 15 ming so'm razlika etadi ekan. Bu necha metrlik bu? Bilan 4 metrlik. 4 metrlik. Bal zavodskiy pechatlanib kelgan ekan. Fırlık profilası var. Shifra sazam ketaveradi-ku. Adam bu var. Ha, 170 bin so'mdan. 4 metrlik. Chisti 12 mi bu? Chisti 12 ga 4. 70 ming so'mdan. O'zining zavod peshatlari bilan kelgan. 420'lik 15'lik polo koyan bu. Ha, bir de 4 metrlik. 20 santim. Ha, ya. 4 metre 20 santim. Ha, 4.20 o'lik joylari yaxshida, 4 metrlikdan kusok chiqib 6 metrlik kasb tashlab yurmaydilar. 4.20 lik joylari shular to'g'ri keladi, razmeri bor ekan. Razmeri 15 ga 2,5, bahasi 60 ming so'm. 60 bin. Pesindagi 58 bin so'm. Ulan 15'lik 4 bin. Ha, bu 4 metr bular. Rekalarimiz 4 metrlik. 5 ga 2,5lik o'xshaydi bu. 20 ming so'mdan. Qaytib kelishadigan yerlarimiz bor. Va ofislarimiz necha so'mmi? Ofislar 680, 650. Uni ham ko'rsatib, oldindan bor. Mana ko'rsatib. Bas o'ralik ağaçlaring yo'qmi? Navesi. Ha. Shu duruvi tayyor, olib borib qo'yib beraveradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi toza materialdan ishlatilgan ekan. Ha. Hammasi toza materialdan ishlatilgan. Bu yerda yashirin bor ekan. Aldığında içine göster. Adamlara indiriyor. Yana. Aslatki yomon vaziyatda ishlangan emas ekan. Hammasi toza materialdan ishlatilgan. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. 4 metrlik navbatda obunachilar, Real Art jamoasining obunachilari. Bu yerda hozir narx-navolar bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tdik. Bu yerning adresini aytadigan bo'lsak, Taxta bozor oldida darvozadan kirib kelaverishda chap qo'lda birinchi mesda. Kim shunday bu yerdan har turli razmerdagi taxtalarni topishingiz mumkin. Kanalimiz adini aytib kelsanglar, skidki bahada kelishtirib beradi. Telefon nomerlarini qoldirib o'tamiz. Bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, qiziqtirgan savol-javoblaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.